Assalomu alaykum hammaga. Instagram kanalimizni yangi ochdik. O'sha uchun kerakli videolar qilib o'tishlikka harakat qilamiz endi bundan buyog'iga. Cobalt mashinasi hozir kelgan, Surxondaryoga akamiz. Podkrenlik o'rnatib beryapmiz. Mashinamiz 2022-yil. Qop-qora turibdi. Zavodskoyda shumkalargacha qilib beryapmiz. Shumkalar alohida. Bunday holat bo'lmaydi. Shu germi o'zi suv kirma chirmasligi uchun shunaqa uradi zavod, shular ham tushib qolgan. Top-toza hammasi o'rnatiladi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Ishlari qop-qora bo'lib turibdi, undan bilinmay. Damkura tushirsak, balon o'z holiga qaytadi. Tepalar bilan yopilgan. Suv, chang, loy kirmaydi. Pastga nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaverasizlar.